Bugungi podkastimizda mehmon bo'lib bizaga logoped, defektolog, psixolog Diloram Faxriddinovna bo'ladilar. Bola shu uchun 1 yoshda уже passiv. Ota-onalariga qaysi savollar bilan ko'proq murojaat qilish? Onada katta xohish istak bo'lsa, uni 20 soatini uy yumushlari bilan 3 tadan qaynota, 3 tadan opa-singillarni qo'yib, Ijtimoiy tarmoqlar juda ham katta hate keladi. Shuni qanaqa qilib tushkunlikka tushmasdan yengib o'tib? bizda bolangizda kechikish ketyapti. Bola o'tirmayaptimi? 9 oyda, 11 oyda, 1 yoshda bola o'tirmayaptimi? Kutish kerak emas. Farzandlarimizni tanasi rivojlanyapti, oshqozoni kengayapti, oyoq razmeri kengayapti, lekin aql jihatdan miya детский bo'lib qolib ketyapti. Qaysi vaziyatlarda biz bolaning samara-sankasini tushib qo'yamiz? Bor shunaqa bolalar постоянно ichi ketadi, diareya bo'ladi, постоянно ichi qotib qolish holatlari, kishayishnik yaxshi ishlamasligi. Siz masalan zo'r mutaxassis bo'ling. Farzandimni olib keldim, to'lov qildim, bo'ldi farzandim zo'r degani emas. Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar, aziz ota-onalar. Men Jora Akbarova, Thompson Land bog'chasi mudirasiman va bugungi podkastimizda mehmon bo'lib bizaga logoped, defektolog, psixolog Diloram Faxriddinovna bo'ladilar. Assalomu alaykum Diloram opa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ko'rib turganimdan Taklif uchun xursandman. rahmat. Suhbatimiz boshlanishida keling siz bilan yaqinroqdan tanishib olsak, ozgina o'zingiz haqingizda ma'lumot berib o'tsangiz, maktabgacha yoshdagi bo'lgan bolalar bilan ish tajribasi haqida ozgina bo'lishsangiz. Assalomu alaykum, katta auditoriya egalari, ota-onalar, kelajak avlod. Bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali va uning tashqarisida, orqasida aynan o'z faoliyatimni 8 yil davomida olib boryapman. Asosan qo'rquv, hayajon, ishonchsizlik, oiladagi nosog'lom muhit, munosabat orqali yuzaga kelgan farzandlarimizni nutqiy buzilishi, ruhan, aqlan orqada qolishi, oqsashi va bu jarayonda farzandlarimiz kelajakda eng asosiysi bizga muhim bo'lgan etapda oqsashi kuzatilmoqda. Shu 8 yil davomida men asosan logoped, defektolog va bolalar psixologi yo'nalishida o'z faoliyatimni olib boryapman. Haqiqatdan ham jamiyatimizda sog'lom va nosog'lom oilalar mavjud va uning asorati bizning farzandlarimizni nutqida, aqlida va jur'atida, qadam bosishida, tanlov qilishida katta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli shu bor vaqtimni, ilm, bilim va tajribalarimni shu holatdan chiqarish uchun, yechim bera olish uchun, eskirgan uslublar kamroq samara berganligi bois yangi yo'nalishda, noodatiy uslubda va asosiy maqsad bularni bu holatdan chiqarish natija bo'lganligi bois mana shu jarayondaman, shu yo'lni boshida turibman. Rahmat. Men aynan shu yo'nalishda rivojlanishni tanladingiz. Sababi men onaman va meni 3 nafar farzandim bor. Ular voyaga yetmagan va ularga qanchalik e'tibor, qo'llab-quvvatlash muhim ekanligini o'zim ona sifatida juda ham yaxshi tushunaman. Sog'lom farzandlar bilan va sog'lom muhitdan tarbiya olgan bolalar bilan ishlash qiyin bo'lsa, nosog'lom oilada qo'llab-quvvatlashga ega bo'lmagan va to'liq oilalar bo'lmagan oilalardan chiqqan farzandlar bilan ishlash esa 2-3 karra murakkabroq, qiyinroq. Shu bois boshqa mutaxassislarga ham osonroq, yengilroq bo'lishi uchun jamiyatimizda o'zimni o'rnim bilan, o'zimni uslubim bilan, metodikam bilan shu turdagi bolalarga yordam berishga qaror qildim. Hozirgi kunda mana kichkina yoshdagi, erta yoshdagi bolalarimizni orasida eng ko'p tarqalayotgan muammolar qaysi? Ota-onalarga qaysi savollar bilan ko'proq murojaat qilishadi? Birinchi o'rinda 70-80% farzandlarimizda tili kech chiqishi, rivojlanishi orqada qolishi, undan tashqari talaffuzida muammolar, defektlar borligi va fikrini begonalarga yetkazib berishda muammolar borligi. Undan tashqari dudug'lanish, ya'ni logonevroz, qo'rquv, hayajon, ishonchsizlik. Oilada ular erkin
mustaqil sher bo'lgani bilan ko'chada begonalar oldida yoki maktabda borishda, doskaga chiqishda ularda katta muammolar, to'siqlar uchraydi. Ya'ni bu ishonchsizlik o'ziga bo'lgan bilim ko'nikmasi yetishmaganligi evaziga yuzaga keladi. Asosan shu muammolar bilan kelishadi. Biz bilamiz, sizni необычный, noodatiy metodlaringiz bilan tanilgansiz. O'sha metodlar bog'cha yoshidagi bolalarga qanchalik to'g'ri keladi? Shu haqida so'ramoqchi edim sizdan. Har bir bola bu individual bola va shu bois qaysidir metodika uslubimni qo'llashdan oldin ular bilan yakka tartibda konsultatsiya olib boraman. Yakka tartibdagi konsultatsiyada ona va bola va ota bo'lishi shart deb o'ylayman. Chunki ona va bolaning holati judayam bog'liq. Farzandlarimizdagi qo'rquv ham, o'zini fikrini ayta olmaslik ham va talaffuzida va nutqini kechikishida ham onaning qaysidir etapida, muhim jarayonida bee'tiborsizligi yoki vaqtini to'g'ri taqsimlay olmasligi evaziga yuzaga keladi. Nima sababdan 4-5 yoshda ham farzandlarimiz gapirmaydi? Nima sababdan 5 yoshdan keyin duduqlanish yuzaga keladi? Nima sababdan yaxshi xususiy maktablarda o'qishadi farzandlarimiz, lekin bilimlarini yetkazib berishda qiynalishadi? Ularni ildizida qo'rquv bo'ladi. Mana shu 4 yoshgacha va 7 yoshgacha bo'lgan jarayon judayam muhim va ahamiyatli. Chunki nimani shu paytda siz bersangiz yoki bermasangiz, shuni javobini olasiz. Shu bois mutaxassislar nima uchun qiynalishadi? Nima uchun farzandlarimiz bog'chaga borishsa, ular hamma bilan tezda kirishib ketisha olmaydi? Chunki oila har xil, ona har xil. Ilmli ona bor, ilmsiz ona bor. Vaqtni to'g'ri taqsimlay olgan ona bor. Vaqtni xo'jayini bo'lolmagan ona bor. Va farzandini kelajagi uchun qayg'urgan ota-ona bor. Hali o'zi farzand, hali o'zi bolacha bo'lgan pozitsiyadagi ota-onalar bor. Ularga o'zlariga hali ulg'ayish, ilm, bilim, shu ko'nikmalar yetmasligi uchun ular farzandiga qanday yo'nalish, qanday bilim, qanday qo'llab-quvvatlash berishni bilishmaydi. Mana shu sababdan men o'ylaymanki, bola 4 yoshda, 5 yoshda, shu 7 yoshgacha bog'chada bo'ladigan bo'lsa, unga albatta bilimdan tashqari o'ziga bo'lgan ishonch, mana shu kichik auditoriyada ilk sotsiumga kirish jarayonidagi etapda shu narsa muhim. Ya'ni ishonchli ovoz bilan gapirish, o'ziga diqqatni jalb qila olish. Kichik yoshdagi bolajonlarda bo'ladi-ku har xil ko'rgazmalar, выставкалар, tadbirlar, o'sha yerda men deb ayta olishi. Ayrim bolalarni majburiy chiqarasiz sahnaga, ayrim bolalar o'zidan bilib chiqadi. Ayrimlarda qo'rquv borligi uchun, ayrimlarda bu holat shakllanmaganligi bois. Shu bois albatta o'ylaymanki, meni uslubim nafaqat kichik yoshdagi, o'sha 4 yoshdagi kattalarga ham, nutqida muammosi yo'q, defekti yo'q mutaxassislarga ham kerak deb o'ylayman. Chunki ovoz bugungi kunda bu vizitniy kartamiz. Ovozsiz siz o'zingizni kimligingizni yetkazib bera olmaysiz. Shuning uchun o'zimning mualliflik kitobimda ham ovoz busiz, siz bu ovoz deb nomlaganman. Demak, hozir erta yoshdagi bolalarda mana shunaqa muammolar kelib chiqishini ko'p sababi bizaga, onalarga bog'liq. Shunaqa Albatta. Onaga bolaning holati bog'liq bo'lsa, otaga butun oilaning holati bog'liq. Ko'ryapmiz, hozir bolalar bilan hammamiz ishlaymiz. Ko'p bolalarda diqqat tarqoqligi bor, usидчивость yo'q, yangi bilim olishga qiziqish yo'q. Shu narsani asosiy negizi nimada deb ayta olasiz? Buning asosiy sababi esa mana bu. Telefon, gadjetlar. Aynan mana shu narsa juda katta dozada kirib keldi bolalarimizga va bundan-da kattaroq doza berish uchun biz ularni diqqat e'tiborini jalb qilishimiz uchun katta qiziqish uyg'otishimiz kerak. Mutaxassis bu faqat bilib bera olish yoki bilimni o'zida borligi va uni kichik xonada yoki yakka tartibda berishi emas, u bolani qiziqtira olishi kerak. Mana siz sirkka borasiz yoki kinoteatrga borasiz, har xil tadbirlarga, to'y tomoshalarga borasiz. Sahnadagi holatni ko'rasizmi? Hamma joyda shou. Svetlar, chiroyli Biz kostyumlar. kattalar uchun ham ular shou beradi, qarang. Ya'ni
biz ularga bo'lgan diqqatimizni, vaqtimizni ular tortib olishga harakat qilyapti. Biz kattalarmiz bo'lmasamda, kichkina narsalar bilan bizlarni qiziqtira olmaysiz. Bola xuddi shu jarayonda yashaydi. Uni biz mana shu telefondanda kattaroq bir podacha bilan qiziqtira olishimiz kerak. Birinchi o'rinda bu o'sha diqqatni o'sha yarki moment bilan tortib olish va keyingina bilim bera olsak unga singadi. Diqqat e'tiborini torta olmasangiz, uni konsentratsiyasi sizga qaratilmasa, siz dunyoni eng zo'r bilimlarini bersangiz ham unga u tatimaydi, singmaydi unga. Shu bois albatta bu narsaga chuqurroq e'tibor qaratishimiz kerak. Nima uchun diqqat e'tibor tarqoq? Chunki farzandning muhim jarayonlaridan biri shu 6 oylik chaqaloq tug'ilganida onani ko'radi, ona bilan, keyin oila a'zolari bilan muloqot qilish jarayonida odamlarda mimika, emotsiya sust. Mana biz ikkalamiz muloqot qilyapmiz. Agar men hozir sizga befarq bo'lib, mana bunday, bundoq qilsam, sizni ham xohish istagingiz men bilan muloqot qilishda kamayadi. Ya'ni bu yerda уже majburiy hissiyot chiqadi. Ya'ni majburan bola sizni eshitishga majbur bo'ladi. Ya'ni meni otam-ku, meni onam-ku, men majburman uni eshitishga degandek. Shu sababdan bizni emotsiyamiz, mimikamiz, ovozimiz, tovushimiz unga yarki emotsional impuls bo'ladi. Va keyin biz unga agu, go, miau, mu degan tovushlarimizni aytsak, u takrorlashga harakat qiladi. Ya'ni eshitish orqali unda improvizatsiya va воспроизведение звука mana bu yerdan уже ovoz pardalaridan chiqadi. Lekin siz yuzingiz недовольный bolani emizayapsiz, unda недовольный qo'lingizda telefon, urush janjal, недовольный holat. Bola shuning uchun 1 yoshda уже passiv, bo'sh, hech narsaga qiziqishi yo'q. Yuzida bir xil mimika, emotsiya. Unga har xil o'yinchoqlar bersangiz ham undan xursand bo'lmaydi. Klounlar olib kelsangiz ham, har xil tomoshalar qilsangiz ham shunday emotsiyasini bera olmaydi. Ona bolaga shu ilk shu chuqur va yuqori sifatli, yorqin emotsional всплескni ona beradi. Demak, bolani kichkina yoshidan ota-onalar mana shu emotsiya berib, Albatta. diqqatini o'ziga qaratish kerak. Biz qanaqa emotsiya beramiz? Biz nosog'lom muhitni emotsiyasini beramiz. Недовольный emotsiyani beramiz. Yig'lashni ko'rsatamiz. Yig'lab, mana bolangiz yoningizda yig'layapti ona, ishi bityapti. Yolg'on gapiryapti, ishi bityapti. Bola nimani o'rganadi? Yolg'on gapirishni. Yig'lab ko'z yoshlar bilan, ta'sirchanlik bilan muammoni hal qilishni mumkin deb biladi. Shuning uchun ko'p bolalar agressiv, shuning uchun bolalar juda qaysar, o'jar, tez yig'lab yuboradi, ta'sirchan. Ularga chiroyli gapirsangiz u qabul qilmaydi. Nima uchun? Chunki ona marti bo'lish kerak. Ona haqiqatdan ham mana shu muhitda asosiy o'rinni egallaydi. Ona hamisha xafa bo'lsa, kim bilandir masalan yig'lab, bo'ldi, siqilmagin, hammasi yaxshi bo'ladi deb uni kimdir ovutsa, u aytadi, demak men ham yig'lasam, menga olib berishadi. Demak men o'jarlik, qaysarlik qilsam, yolg'on gapirsam, meni ishim hal bo'ladi deydi. Meni mazam yo'q deydi, maktabga bormaydi. Men xohlamayman, bormayman deydi. Bu narsani qayerdan o'rganadi? Uydan o'rganadi. Shuning uchun ko'proq men konsultatsiya jarayonida ota-onalarni ham kirgizaman. Bolani ko'rib, bola bilan suhbat qilib, ota-onasi kimligini bilsangiz bo'ladi. Lekin bizning jamiyatimizda ona bu birinchi o'rinda ona emas, kelin. O'zini vazifalari bor, uy yumushlari degandek, qaynona-qaynotani xizmati. Menimcha shuning uchun ham onalik ikkinchi planga o'tyapti-da, bolalarda shunaqa muammolar kelib chiqyapti. Vaqt ajrata olmaganimizdan, yana nimalardandir Shu joyda qo'shimcha muammolardan. qilmoqchiman-da, go'zalim, shu joyda qo'shimcha qilmoqchiman. Onada katta xohish istak bo'lsa, onada farzandi uchun bir ishtaha yuqori darajada bo'lsa, uni 20 soatini uy yumushlari bilan, qozon, tovoq, o'choqlar bilan, 3 tadan qaynota, 3 tadan opa-singillarni qo'ying, u farzandi uchun tunini kerak bo'lsa qo'yib harakat qiladi. Judayam mahoratli bo'lishimiz kerak. Qaynona, qaynota bilan shunaqa mahoratli til topisha olishimiz kerak. Stol переговоровga o'tirishimiz kerak. Stol переговоров bu eng katta yechim.
men ishonmayman shunaqa qaynona qaynota bor nevarasi uchun yoki farzandi uchun yo'q deydigan men ishonmayman shunaqa borligini. Faqat biz ularga yetkazib bera olmaymiz. Biz ishontira olmaymiz ularni. Biz yorila olmaymiz. Bizda mimika, emotsiya yopiq. Xohlaydi gapirishni, lekin aytishdan qo'rqadi. Hali gapirmagan. Hali u tushuntirib bera olmagan. Farzandimga shu kerak, mana shu joy kerak, mana shu bilimlar kerak deb aytishga o'zida jur'at yo'q. Faqat o'ylaydi, aytsammikin, aytmasammikin, o'tirg'izish kerak. Ota, ona, turmush o'rtog'i, mana bizda muammo bor. Masalan, farzandimiz yig'loqi, ta'sirchan, qo'rqoq, o'zini fikrini ayta olmayapti yoki tili kech chiqyapti. Kimdir aytishi mumkin, ha, turmush o'rtog'ingiz ham tili kech chiqqan yoki tog'asini tili kech chiqqan bo'lishi mumkin. Yuring, mutaxassisga boramiz, birga boramiz deyish kerak. Sal bunday yonish kerak ona. Ko'zlarini ishlatish kerak, qo'llaridan foydalanish kerak, talaffuz, til, nutq, madaniyatidan, hammasidan foydalanish kerak. Lekin bizda bu ko'nikma yo'q onalarda. Ming afsuski, ayrimlarda yo'q. Ilm olish kerak. O'ziga o'zi mard bo'lib, haqqoniy gapira olish uchun ishonch qo'shish kerak. O'tirganda biz birgalikda biz uchun farzand muhimmi? Farzandimiz uchun keling, kelishib bitta strategiya tuzaylik, vaqt tuzaylik, ajrataylik vaqtni desa, men ishonmayman, что hech kim yo'q, mumkin emas. Chunki hozir televideniya orqali ham, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham hammaga shunaqa signal kelyapti: rivojlan, o'zgar, gapir, harakat qil. Hammani turg'izishga, o'zgartirishga jamlovchi bir pozitsiya ketyapti-da уже. Uni xohlang, xohlamang pensiya yoshdagi odamlar ham eshitadi. O'rta yoshdagilar ham eshitadi. Faqat dangasalikni chetga surib, energichniy harakat qilish kerak. Tushkun holat yoki yig'lash u yechim emasda. Demak, isterikani bola bizadan o'rganadi. Albatta. Manipulyatsiya qilishni. Albatta. Bir marta yo'rg'iga yurib qo'yganimizdan keyin bo'ldi, shunaqasi bo'larkan deb o'ylab. Albatta. Yosh krizislari bo'yicha nima deya olasiz? 3 yoshli krizis bor, 5 yoshdagi krizis bor. O'sha krizisni periodda bola особо isterichniy bo'lib qoladi-ku, ta'sirchan. O'sha payt ota-onalar qanaqa yo'l tutish kerak? O'sha payt bu vaqt vaqtincha, bu jarayon, bu davr o'tkinchi. Bunda hozir hamma emotsiyalar, mimikalar, hissiyotlar shakllanib, o'zini uychalariga kiryapti. O'jarlik ham, qaysarlik ham, baland gapirish ham, isterika qilish ham buni o'zini vaqt soati bo'ladi va yoshiga qarab sekin-sekin o'zgaradi. Bog'chadan boshlab, keyin maktabda sekin tizimga u o'tiradi. Ya'ni qanday o'zini tutish kerak, qanday o'zini qo'lga olish kerak, murosa qilish kerakligini. Lekin 2 yosh, 2,5 yoshdagi bolaga yig'lash mumkin emas, qaysarlik qilish mumkin emas. Bularni hammasini zapret qilish ham aslida mumkin emas. Bolaga qo'yib berish kerak. U ozgina shu hissiyotlarni yashab o'tish kerak. U hammasi yig'iladi va bomba bo'lib keyin portlagandan ko'ra, u shu muhitda, uyida bu narsalarni yashab o'tsin. Kichkina chaqaloqqa siz aytmaysiz-ku, 1 soat yig'lagin, 3 soat yig'la. Shu davrda yig'laysan, kechqurun yig'lamagin, yotgin. Yo'q, biz bolani robot qila olmaymiz. Hissiyotlar, emotsiyalar, ular tirik jarayonlar. Ularni yashab o'tish kerak. Gohida o'zimizda ham bo'ladi-ku, yig'ilib qaysidir muddatda portlagimiz keladi-da. Men baqir deyman-ku, baqiring deyman-ku. Shu yetishmaydi-da chunki odamlarga. Keyin oynalarni ochilib, "Ey hayot, seni sevaman" deb aytaman-da, tamom. Hamma menga qaraydi-ku. Men shu orqali eslataman odamlarga. Hayotni sevish kerak. Nimani eshitding? Xona eshitdingmi? Hayot senga shunday javob qaytaradi. Hayot, sen menga yoqmaysan, muammolarim ko'p. Faqat nolish bo'lsa, shuni eshitasiz-ku. Men hamma pastdagi domdagi odamlar o'tib ketadi, mundoq qaraydi-da. Xohlang, xohlamang 20 daqiqa yoki 20 qadam yursa ham shu tushunmaydi u. Nimaga u shu qiz shunaqa dedi ekan-a deb o'ylaydi u. Chunki har doim ham kimdir oynangizni ochib yoki tepangizda hayot, seni sevaman deb baqirmaydi-ku. Umuman bo'lmagan. Eshitmagansiz ham, unda bir e'tiboringizga ham tushmaganda, men har kuni shunaqa qilaman. Har kuni qaysidir har xil vaqtlarda farzandlarimni, o'quvchilarimni baqirtiraman. Yoki boshqa gap aytaman. U aytadi: "Oyi, men sizni yaxshi ko'raman. Bu davrim vaqtinchalik, meni kechiring" deydi.
keyin u yerdagi ota-onalar ham, o'tib ketadigan odamlar ham nima deydi? Ha, meniyam bolamni bu davri vaqtinchalik deydi. Sizga Instagramlarda, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham katta heyt keladi. Shuni qanaqa qilib tushkunlikka tushmasdan yengib o'tasiz? Men ularni o'qimayman. Men shunday bir katta okean, dengizga chiqqanmanki, meni asl maqsadim bor. Meni asl g'oyam bor. Chunki men o'zim bola bo'lganman, o'smir bo'lganman va menga nima yetishmaganini, menga nima kerakligini aniq bilaman. Men birovni ham kuzatmayman heyt, negativ izohlarni ham o'qimayman. Meni asl maqsadimdan hech kim chalg'itishini xohlamayman. Agar men birovni izohini o'qiydigan inson yoki mutaxassis bo'lganimda, men ijtimoiy tarmoqlarga chiqmagan bo'lardim. To'g'ri. Anaqa e'tibor berish kerak emas deyishadi. Mana ota-onalar bolada sezdi, что nutqida qanaqadir задержка bo'lyapti, muammolar ketyapti. O'sha payt qaysi momentida borish kerak? Mutaxassisga murojaat qilish kerak, что shu narsani yo'lga tushirish uchun. Qanchalik vohli borsa, natija yaxshiroq bo'ladimi? Любой возрastda tug'ilsa bo'ladimi? Tutuqlanishi masalan, hozir ko'p ketyapti, ZRR bo'lib ketgan, juda ham bog'chaga ham juda ham ko'p kelishadi shunaqa bolalar. Autizm, ZPR, ZRR, Down sindromidagi bolalarning nutqi kechikishi, talaffuzi yo'qligi, defektlari ko'pligi, undan tashqari logonevroz, sindromlar juda ham ko'p farzandlarimiz orasida. Birinchi o'rinda qarindoshchilik rishtalari, ya'ni turmush qurish jarayonida qarindoshlar o'zaro turmush qurmasligi inobatga olinishi kerak. Ko'p mana shu kabi holatlar genetika orqali, buzilish orqali yuzaga kelmoqda. Meni bu uzoq qarindoshim, yaqin qarindoshim degan genetikada xulosa yoki tushuncha yo'q. Qon bo'ldi. U baribir uchrashadi. U hujayra baribir bir-biri bilan yuzlashadi. Shu sababdan shu muammolarni oldini olish maqsadida biz shu qondosh rishtalarini yo turmushlarni o'zaro oila qurishlariga chek qo'yish kerak birinchi o'rinda. Ikkinchisi, homila paytida, perinatal davrda ona albatta shifokorlar nazoratida bo'lishi va etapma-etap iste'mol qilish kerak bo'lgan mikro-makro elementlarni nazorat ostida, boshqa homilador onani tavsiyasi bilan emas, mutaxassislarni to'g'ri tavsiyasi bilan, ya'ni analiz tahlili chiqqandan keyin qaysi element unga yetishmayapti, shularni inobatga olish kerak. Nima uchun? Ayrim onalarda deylik, gemoglobin normada bo'lsa ham, ular gemoglobinni dorilarini ishirib juda ham oshirib yuborishi mumkin. Ayrim onalarda kalsiy yetishmasa, ular kalsiyga e'tibor berishmaydi-da, boshqa bir elementga e'tibor berishadi. Va shu kostni, mana shu suyak rivojlanish jarayonida bolada aynan shu miya rivojlanishi, kostni rivojlanish jarayonida ularda sinish ketadi, yetishmovchilik ketadi. Kislorodное голодание, gipoksiya alomatida albatta homilador ona toza havoda sayr qilish kerak. Hech bo'lmaganda ertalab va kechki paytda harakat bo'lish kerak, albatta. Undan tashqari, ona o'zi yaxshigina muloqot o'chog'ida o'zini shakllantirish kerak. Ko'p muloqot qilish kerak, kitob o'qish kerak, tasavvurini boyitish kerak. Ona nimani ko'rsa, nimani his qilsa, bolaga albatta u o'tadi. Agar ertaga siz 7 yil, 10 yil, 20 yil shifokor yurishni istamasangiz, o'zingizni hayotingizni ham, farzandingizni hayotini ham sarsonga qo'yishni istamasangiz, shu 9 oygina mobaynida ayolingizga, keliningizga, qizingizga, shu oila a'zoyingizdagi odamga ozgina поддержка kerak. Ozgina qo'llab-quvvatlash kerak. Uning uyqu ratsioni sog'lom bo'lishi kerak. Uni iste'mol qiladigan oziq-ovqatlari ham boy bo'lishi kerak. Kletchatka bilan, go'sht mahsuloti masalanda. Lekin ko'p ota-onalar, ko'p kelinlar dori ichadi, o'ylaydiki, men dori ichdim, bo'ldi, bolamga yetadi. Yo'q, unaqa emas. Harakat,
gimnastika, yengil turdagi. Shunda bolangiz albatta faol bo'ladi, o'z vaqtida o'tiradi, o'z vaqtida emaklaydi, yuradi, o'z vaqtida gapiradi. Keyin bolangiz tug'ildi, lekin siz perinatal davrda yaxshi unga uhud bera olmadingiz. Sezyapsiz, bolangiz tovushlar chiqarmayapti. A yoki degan tovushlar, ilk tovushlarni chiqarmayapti. Bu уже birinchi signal bolangizda kechikish paydo bo'lyapti. Farzandingiz qorniga yotqizsangiz, beliga yotqizsangiz qorniga o'girilmayaptimi? Bu birinchi signal. Bizda bolangizda kechikish ketyapti. Bola o'tirmayaptimi? 9 oyda, 11 oyda, 1 yoshda bola o'tirmayaptimi? Kutish kerak emas. Holat chigal bo'lib qolaveradi. Holat murakkablashib boraveradi. Farzandingiz ovqat yeyishdan, ya'ni hazm qilish jarayoni ham buzilyaptimi? Bu уже birinchi signal. Organizm yaxshi ishlamayapti. Organizmda sekinlik bor. Biz 5 yoshlik bolani gapiramiz, tili kech chiqyapti yoki gapirmayapti. Yo'q. Uning birinchi signallari bolalikda, o'sha chaqaloqligida bo'ladi. Bor-ku shunaqa bolalar, постоянно ichi ketadi, diareya bo'ladi, постоянно ichi qotib qolish holatlari, kishayishnik yaxshi ishlamasligi. Bu hammasi birinchi signal. Albatta birdaniga analiz topshirish kerak. Gastroenterolog yoniga borish kerak, pediatr, xirurg yoniga borish kerak. Chunki ichakni ham ichak bu o'zi ikkinchi miya. U yaxshi ishlamasa bolani общий состоянияsi buziladi. Umumiy holati buziladi. Kayfiyati yaxshi bo'lmaydi, harakati sust bo'ladi. Oziq ovqat yeyishdan to'xtagan bolada yaxshi elementlar usvoyimosти buziladi. Ya'ni bola bo'sh bo'ladi. Bunda ko'tarsangiz bolani paxtaga o'xshaydi. Mana shu jarayonda birinchi signallarni berish kerak. Va albatta mutaxassisga ko'rinmasdan turib, o'zingizcha uyda yoki birovni boshqa onani tavsiyasi bilan dorilar yoki boshqa noodatiy yoki fanda yo'q bir holatlar bilan yuzlanishdan ogohroq turish kerak. Nutqi orqada qolgan bolalarni ota-onasiga beradigan, uyda qilsa bo'ladigan 5 ta qanaqadir maslahat. Avvalambor mashq qilish kerak. Bizni nutqimizga yordam beruvchi narsalar bu jag', til va og'iz mushaklari. Ularni mashq qilishimiz kerak. Oddiy uchastka bor, shu uchastka yordamida ham farzandingizni nutqini tezlashtirsangiz bo'ladi. Undan tashqari telefon, televizor, gadjet, planshet hayotdan olib chiqish kerak. Qo'shish kerak emas. Imkon qadar kartochkalardan foydalanish kerak. Masalan, 2-3 ta hayvon, oddiy mushuk, sigir va qush. Shu 3 ta hayvonni rasmini ko'rsatish kerakda. O'zimiz воспроизвести qilishimiz kerak. Miau, mu. Qarang, bitta tovushda nechta zvuklarni eshitsangiz bo'ladi-da, bitta so'zda. Nechta tovush? Miau, ya, u ham bor. Nechta ichida tovushlar bor. Bu eshitish orqali uni rivojlanadi, sluhovoy apparat orqali beradi. Til mashqlari masalan mavjud. YouTube'ga kirsangiz million variantlari chiqib keladi. Oddiy til mashqlarini qilsangiz bo'ladi. Masalan, qo'lingiz bunaqa qilsangiz, bolangiz 10 kun shunday qiling, 20 kun qiling, 25-kun o'zi qiladi shunaqa. Keyin kichkina упражнениялар bor. Masalan, xayr, paka. Qo'l. Уже bolangiz siz xayr desangiz qo'lini bundoq qilyaptimi? Demak, uni miyasida уже signal bor. Demak, u ertaga paka yoki xayr deb aytadi. Eng muhim narsa farzandda bitta tilni shakllantirish kerak oilada. Bir xil oilalar bor, o'zlari o'zbek tilida gapirishadi oila a'zolari, lekin multfilmni bola rus tili va ingliz tilida ko'radi. Shunda miya chalg'iydi. Miyada perevod paydo bo'ladi. Qaysi tilda gapirishim kerak? Chalkash paydo bo'ladi. Mukammal bitta tilni 7-8 yoshgacha egallash kerak bola. Bitta tilda. Mayli, o'yinlar bo'lsin, o'zbek tilida bo'lsin. Mayli, muloqot bo'lsin, o'zbek tilida bo'lsin. Va bolam tushunmaydi, bolam hali gapirmaydi-ku deb u bilan xayrli tong, salom, shu gaplarni gapirmaydigan oilalar bor. Yoki ovqatlanish jarayonida telefonni qo'yib, bolaga ovqat beradigan ota-onalar bor. Yo'q,
oila a'zolaringiz bilan bir dasturxon atrofiga o'tirasiz va ovqatlanish sistemasini unda shakllantirasiz. Farzandingiz hali ovqatlanmasada. Ya'ni, что siz ложка, vilkada foydalanyapsiz, что siz chaynayapsiz, bu retseptlar ishlatish kerak. Va ko'p ota-onalar blenderdan foydalanishadi. Уже 7, 8, 9 oyligida kusoklarni kichkinaroq va ingichkaroq to'g'rab, bolaga chaynash refleksini uyg'otish kerak. Til va mana shu jag' prikuslari yaxshi ishlashi uchun. Shuning uchun ko'p bolalarda prikus noto'g'ri, stomatologga boradi juda vohli yoshda masalan. Prikus chunki noto'g'ri. Keyin ko'p ota-onalar birinchi oziq-ovqatni shirinlikdan berishadi. Birinchi ratsionga kirgizish bo'lgan produktlar, ya'ni o'sha oziq-ovqatlar bular brokoli, kabachki, har xil turdagi mana sholg'om, sabzi, kartoshka, mana shularda sabzavotlardan boshlash kerak. Chunki siz shirinlikdan agar bersangiz, u keyin sabzavotlarni iste'mol qilmaydi va bolangiz bora-bora ovqat tanlashni boshlaydi. Ko'p bolalar hozir juda vohli chipsi, kiriyeshkida mana bu har xil marmeladkalar yeydi-ku, bular hammasi sahrni oshiradi. Shuning uchun yosh bolalarimizda sahrli diabet kuchaygan. Undan tashqari bolalarimiz juda ham ozib ketyapti, anoreksiya rivojlanib ketyapti. Bolalar nosog'lom va sifatsiz oziq-ovqat olishidan. Albatta, o'sha ratsion bo'yicha o'zini mutaxassislari bor. Qabullariga borish kerak, farzandingizni holatiga kelib chiqib ratsion yozib beradi va siz uni xolodilnik muzlatkichingizni yoniga qo'yasiz. Dushanba kuni nima berasiz, juma kuni nima berasiz, hammasi ko'rsatiladi. Qancha go'sht berish kerak? Masalan, ko'pchilik ota-onalar go'shtni juda kech kirgizadi ratsionga. O'sha 6 oydan go'shtni kirgizish kerak. Bundan tashqari quyon go'shti borda, tovuq go'shti bor. Bularni hammasini har xil qilib berish kerak. Bolada raznoобразие bo'lish uchun. Endi qarang, oziq-ovqatda biz raznoобразие kiritsak, muloqotda biz raznoобразие kiritsak, sayr qilganda bu osmon, bu daraxt, bu katta mashina, bu bola deb u bilan muloqot qilsak, bola albatta rivojlanishi bir xil ketadi yoshiga qaraganda. Lekin biz sayr qilsak, bolam nafas olyapti deb o'zimiz telefonga berilsak, u bilan kommunikatsiyani, dunyo bilan kommunikatsiyaga yordam bermasak, u Maugli bo'ladi. Oyog'i bor, oshqozoni bor, tamom. Shuning uchun farzandlarimizni tanasi rivojlanyapti, oshqozoni kengayapti, oyoq razmeri kengayapti, lekin aql jihatdan miya detskiy bo'lib qolib ketyapti. Detskiy bola bilan muloqot qilsangiz, sal rivojlanishi orqada, yoshiga nisbatan orqada tafakkuri bor ekani, tushunchasi yo'q ekani deysiz. Va ming afsuski bu holatdan chiqa olmagan insonlar judayam ko'p. Bolani yangi bilim olishga qiziqishini oshirish uchun Motivatsiya. ota-ona, tarbiyachi, pedagoglar bilan qanaqa совместно ishlash kerak? Birinchi o'rinda motivatsiya. Hamisha motivatsiya bo'lishi kerak. Men har doim farzandlarimga zo'r natijaga erishgan bolalarni misol qilaman. Chiroyli qilib misol keltiraman. Shirina deyman, Imron deyman. Смотри, они с нами наравне живут deyman. Biz bitta O'zbekistonda yashaymiz. Qara deyman. U qiloldi-ku deyman, bizlar ham qila olamiz deyman. Bizlarda misol bilan solishtiruv yoki misol bilan tushuncha berishni ota-onalar yaxshi uddalay olishmayapti. Ana shu narsa ozgina bolani samotsankasini tushiradi. Men har kuni farzandlarimga o'zimni yashash tarzimni misol qilib keltiraman. Mana qara, men zo'rman. 5 dan уже turib yuguraman, gimnastika qilaman demayman. Men ularga ko'rsataman. Primer beramiz. Ularning onasi kim? Qanaqa ularning onasi? Nima uchun ularning onasi 3 ta bolani tortib ola olyapti? Nima uchun men stressga, depressiyaga berilmayman? Nima uchun men negativniy kelib bolalarimga zaharimni sochmayman, qo'limni ko'tarmayman, so'kib, urishib jazolamayman? Chunki men hammasini balansda ushlayman. Balansni ushlay oladigan odam fikrini, emotsiyasini xo'jayiniga aylanadi. Xo'jayiniga aylanish esa bu kibr emas. Bu hamma narsang disiplina darajasida shakllanish degani. Shuning uchun men ularga уже 8:30 da ular maktabga borishsa, men ularni уже 6:30da uyg'otsam, ular isterikasiz uyg'onadi. O'sha otilib turadi.
Farzandlarimga bitta joyga boramiz, ketamiz, 10 daqiqada tayyor tursam, qilich bo'lib tayyor turadi. Lekin bir xil jiyanlarim bor. Uyg'otish muammo. Bitta joyga olib borish uchun ular 1 soat tayyorlanishadi. Kommunikativniy emas, hayot bilan, dunyo bilan bir qadamda emas. Nimaga? Ota-ona ularda shu shaklni bera olmagan, misolni keltira olmagan. Bizni farzandlarimiz bizni misolimizda o'rganadi. Baribir katta O'zimiz ответственность o'zimiz ota-ona degan. bo'sh, o'zimiz passiv, hech narsaga intilmasak, ko'zimiz yonmasa, bir narsani tushuntirib berishda o'zimizda azart, ataka bo'lmasa, farzandlarimiz ham doskaga chiqadi, she'rini aytadi, na yonadi, na yelkalarini ko'taradi, mandaqa qilib turib aytib beradi. Lish bi nomiga baho uchun ради галочки aytib beradi. Нет, Sharina deyman. Lukomorье dub zelyoniy deb mana shunaqa xuddi sen katta sahnada turib aytyapsan deb aytaman, o'rgataman. Unga misol bo'lish uchun menda bir nima bo'lish kerakmi? Meni o'zimda unga qanaqadir sifatda misol bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Usiz bo'lmaydi-ku. Siz masalan zo'r mutaxassis bo'ling. Farzandimni olib keldim, to'lov qildim, bo'ldi farzandim zo'r degani emas. Bu совместный, ikki ta'riflama bu. Xo'sh, bugun so'rash kerak. Nima olganding? Ha. Nima qilding bugun? Albatta yo'q, so'rashimiz kerak, обязательно so'rashimiz kerak. Ну-ка расскажи, gapirib ber. Nima qilding? Bu bilan biz bola ona rishtasini birinchi o'rinda bog'laymiz. Do'stona munosabat bo'ladi bola bilan onada. Undan tashqari u bemalol ertaga uni kimdir mabodo xafa qilsa yoki unga nojo'ya harakat qilsa ham, u ertaga bemalol siz bilan kelib bo'lishadi. Oyjon deydi, mana shunaqa narsa bo'ldi, holat bo'ldi deb. Lekin siz uni eshitmasangiz, tinglamasangiz, u katta global muammolarni ham yoshiradi. Keyin nima qiladi? Mustaqil o'zini miyasidan kelib chiqib, u muammoni hal qilish uchun undan ham katta muammolarga kirib ketadi. Farzandni tinglay olmaganimiz uchun. Keyin ko'p ota-onalar ham mana tarbiyachi masalan, farzandingiz mana bunaqa muammolar ketyapti desa, baribir kunni katta qismi tarbiyachi bilan o'tadi bog'chada. Bola uyga boradi, ovqatlanadi, uxlashga yotadi. O'sha qanaqadir muammolarni ota-onasiga aytsangiz, qabul qilishmaydi. Yo'q, mani bolamda bunaqa muammo yo'q deb отрицать qilishadi. Shunga fikringiz qanaqa? Qanaqa qilib biz shu narsani ota-onaga yetkazib bera olamiz? Meni qabulimga yaqinda bir qizni olib kelishdi, 22 yoshda. Qiz mana shunday o'tiribdi, mana shunday qilib o'tiribdi, bundoq qilib o'tiribdi. Ismingiz nima desa, Laylo deyapti, bundoq qilib o'tiribdi. Opa, qizingizni testdan o'tkazdim. Sizga psixiatrga yo'llanma bermoqchiman. Psixonevrologga borib, uni konsultatsiyasidan o'ting, farzandingizni ko'rsating desa, qizimda deydi, 3 oydan keyin to'yi deydi. Psixiatrga olib borishgandan keyin forma kelib chiqyapti. Aql zaiflik. Lekin ota-ona buni bu odamlarga qo'shilmagan, yillar davomida bitta uydan chiqmagan, odamlarga qo'shilmasligi evaziga bunda uyalchanglik, tortinchoqlik bor. Odamlarga qanday gapirishni bilmaydi qizim, lekin uydagi hamma ishlarni qiladi dedi. Aql zaif naskisini ham uchuglab kiyadi. Ichki kiyimlarni ham kiyadi. Har kuni cho'mila oladi ham. Aql zaif shunaqa bor, juda ham toza aql zaif bor. Lekin unga aql zaiflik qo'yilgan. Shunday aql zaif inson bor, u hech narsani qila olmaydi. Ya'ni ularning etaplari bor, yengil, o'rta va og'ir. Lekin ota-ona bu uyalchang, bu tortinchoq deyapti-da, uchrashuvga chiqaryapti. Uchrashuvga chiqqan qiz mamdaqa o'tirsa, yigit ham aytadi, qiz zo'r ekan. Ko'zga ham qaramas ekan. Ortiqcha savol ham, gap ham qo'shmadi. Shu qizga uylanaman dedi. 1 oy, 2 oy o'tib, o'zaro muloqot qilib, ko'ryaptiki, qizda ruhiy, aqliy nuqson bor degan. Ajrashyaptimi? U qiz homilador bo'ladi. Aql zaif, o'zini hayotiga ega bo'la olmagan, o'zini hayotini rulida bo'la olmagan ayol, ona bo'la oladimi? Yo'q. U farzandiga nimani bera oladi? U agressiyani o'rgatadi, u jahlni o'rgatadi. U mustaqil bo'lmaslikni o'rgatadi. Zaiflikni o'rgatadi.
ko'zga qaramayaptimi, kam gapmi, odamlarga qo'shilmayaptimi, bolangiz ko'chaga chiqib do'st orttira olmayaptimi, bolangiz o'zi 15 yoshda bo'la turib o'zidan kichkina yoshdagi bolalar bilan til topishib, tengqurlari bilan til topisha olmayaptimi, kommunikatsiyaga kelmayaptimi, tamom bunga zudlik bilan срочный mutaxassis kerak. Shunday bola bor, ota-ona bilan ovqatlanmaydi, o'zini xonasida ovqatlanadi. Shunday bolalar bor, ko'chaga umuman chiqmaydi, ota-onalar majburan olib chiqadi. Bu buzilishning birinchi signallari. Oddiy savol bersangiz tez yig'lab yuboradi. Bu birinchi ilk signal. Farzandingiz qo'lini mamdaqa ko'p qilyaptimi, sochini mamdaqa qilib o'ynayaptimi, mamdaqa qilyaptimi, bu birinchi signal. Bolam o'z vaqtida siydi, o'z vaqtida ovqat yedi, hojatga bordi, uxlayapti degani sog'lom, ruhan sog'lom yoki aqlan sog'lom bola degani emas. Bolangizda emotsiya bo'lish kerak, energiya bo'lish kerak, unda temp yuqori bo'lish kerak. Bir xil bolalar bor, juda sekin, oyoq kiyimini ham bog'la olmaydigan 15 yosh oyoq kiyimini bog'la olmaydi. Nimaga? Unda mas'uliyat yo'q. Unda men maktabga kech qolyapman-ku. Oyim buyurgan ishni men bajarishim kerak-ku degan temp yo'q unda, mas'uliyat yo'q. Mustaqillik yo'q unda. Ota-ona 3 ta narsa buyursa, bittasini ham bajara olmaydigan bor. Lekin mutaxassis aytadi, sizning farzandingizda fobiya bor yoki forma bor desa, bizning naslimizda unaqa yo'q deydi. U faqat nasldan kelib chiqmaydi. Yoki shunday erkaklar bor, seni naslingga tortgan deydi. Bizning naslimiz toza, yo'q bizning naslimizda deydi, ajashadi. Bolani shu muammoli bola bilan muhtoj bo'lgan, yordamga kerakli bo'lgan otani o'zidan mas'uliyatni olib tashlaydi-da, ajrashadi. Ayol kim bu bolani yoki boshqa bir mutaxassislarga topshiradi va o'zi boshqa chet davlatlarga ketib bolasini ta'minlash uchun pul topadi yoki ota-onasiga tashlab ketadi. U bolani o'zida forma, fobiya bo'lgan bolada yana onadan uzilish, otadan uzilish, yana begona joyda qolish. Bu 2-3 karra stress unga. Shu paytda oila birlashish kerak. Aytish kerak, men hamma mablag' taraflama harakat qilaman, mas'uliyatni men olaman. Sen olib borasan, sen borasan. Mutaxassis dars jarayonida nima ish qilsa, ona kuzatish kerak. 1 soat jarayonda qanaqa mashg'ulot o'tyapti? Borish kerak, uyiga doska sotib olish kerak. Har xil shu magnitlarni olish kerakda, uyda ham ishlash kerak. Mana shunda natija bo'ladi. Shunda bolangizda o'zgarish bo'ladi. Bo'ldi, ket, sen bilan ajrashaman. Bizning naslimizda bunaqalar yo'q, seni naslingga tortgan deyish bu yechim emas. Bu jamiyatimizni qulatish va mas'uliyatsiz ota ertaga yana boshqa ayolga uylansa, yana shu mas'uliyatsizligini qiladi. Ya'ni bu erkakmi? Bu kecha bola bo'lganmi? O'g'il bola bo'lganmi? Buni kim tarbiyalagan? Buni orqasida kim turgan? Ona. Demak, mas'uliyatli erkakni tarbiyalash ham bizga bog'liq. Munosib erkaklarni tarbiyalash ham bizga bog'liq. Bo'ldi, ket, shu yechim. Maktabda muammosi bo'lsa, yur ketamiz, boshqa maktabga boramiz. Bog'chada muammosi bo'lsa, yur ketdik. Nima ko'p, bog'cha ko'p deb, yo'q. Men nima deyman? Butun maktab ko'chib ketsa ham, partangdan siljimaysan. Til topishasan Shirina deyman. Ertaga oilaga boradi. U yerdagi ota-ona bilan, qaynota bilan, eri bilan kelisha olmasa, u ketishni o'ylaydi. Sen murosa qilasan deyman. Idi shuda bu yoqqa kel. Nimaga ikkalamiz kelisha olmayapmiz? Nima muammomiz ikkalamizni? Ustozingdan qo'rqasanmi, darsdan keyin qol. Ustoz, men shu bilmagan joyimda sizdan bekinaman, qo'rqaman. Menga shuni tushuntiring deb murosa qil deyman. Ketish, kesish, farzandimizga bu narsani biz shakllantirishimiz kerak emas. Aksincha, ko'p ota-onalar aytadi. Bog'cha opasiga boradi, bolam duduqlanadi. Unga she'r bermang yoki aksincha, bog'cha opasi aytishi mumkin. Farzandingiz duduqlanadi, biz unga she'r bermaymiz, mayli kelib ketaversin, mayli nimaga chiqarmaymiz, uyalyapti bu. Hurmatli ota-onalar, bizning Thompsonland bog'chamizda bunaqa holatlarga yo'l qo'yilmaydi. Biz uchun har bir bola teng va individual yondashuv bor. Hozirda Uchtepa va Beltepa filiallarimizda 1 million so'mlik chegirma amal qilmoqda. Shoshiling. Yo'q, chiqarish kerak.
shu bog'cha jarayonidan, bog'cha davridan foydalanish kerak. Bolada kompleks uyg'onish kerak emas. Biz 3-4 yoshli bolada senda kompleks bor, senda nuqson bor, senda duduqlanish bor, sen lutchi gapirma. Bir xil ota-onalar ham bor. Bitta mehmon joyiga yoki bitta joyga kirsa, sen gapirmay tur deydi. Sharmanda qilma deydi. Men o'zim gapiraman. 20 yoshli bolaga kel, familiya ismingizni ayting desa, mundoq qilib onasiga ayt deyapti. Bu 20 yil shunga o'rgangan. Ona uni o'rniga gapirishiga o'rgangan. U baribir ertaga jamiyatga kiradi-ku. Ertaga u baribir qaysidir ishxonaga, korxonaga kiradi-ku. Elementarniy mayli, chunki grushik bo'lsa ham assalomu alaykum deyish kerak-ku. Bugun bu molni, mahsulotni, bu ishni nimadan boshlay kelishuvga kelish kerak-ku. Ona hamisha o'zini sharmanda bo'lishdan qo'rqqanidan, odamlar nima deydi? Bolasi duduq ekan. 4 yoshli bolaga voy, bolangiz duduq ekan, endi bunga qanday qiz topasiz, qanday bu ish topadi deb aytishardi. Ko'rdingizmi? Men yaqinda o'zim ham o'zimni misolimda juda katta jamiyatimizdagi yoqimsiz va nojo'ya harakatlar bilan uchrashdim. O'zimni misolimda. Biz hali kichkina bolaga uni holatini global qilib ko'rsatamiz, katta qilib ko'rsatamiz. Buni endi kim ishga oladi? Bu endi qanday oila quradi deymiz. Va unga senga cheklovlar bor degan narsani beraveramiz. To'siq, chegara, to'siq, chegara. Shuning uchun bolalarimizda xohish, istak kamaygan. Shuning uchun bolalarimizda bu holatdan chiqib ketish ishonchi kamaygan. Shuning uchun bolalarimiz gapirmay, ha, yo'q, deb ishini bitiryapti. To'liq, mukammal adabiy tilda gapirib ketasan. Men Jabborova Dilorom Faxriddinovna 13-yanvar deb dona-dona xuddi jurnalist, orator, suxandonga o'xshab lablaringni ishlatib gapir degan ishonchni bersangiz, xuddi boshqa kosmosga, koinotga tushib qolgandek turadi. Sharifingiz nima desangiz bilmaydi bolalar. Chunki ota-ona to'liq gapirishni o'rgatmagan. Familiya ismini so'raydi, bog'chada ham, maktabda ham, sharifini so'ramaydi. Mana shu yerda otani o'rni, oiladagi o'rnini belgilash turadi. Faxriddin qizi deyman. Jabbor qizida masalan yoki o'g'li, u jaranglash kerak. Men hamisha farzandlarimga, o'g'il bolalarga, qiz bolalarga dars o'tish jarayonida qo'shiqlar ham aytamiz, baqirib. Ota haqida qo'shiqlardan boshlaymiz. Bir kun shogirdim ona haqida qo'yuvdi. Bizni jamiyatimizda, bizni oilamizda ota birinchi o'rinda. Bularda buni shakllantirish kerak. Qo'shiq aytadimi, she'r aytadimi, ota haqida boshlasin. O'zidagi o'rnini ko'tarib olsin, ishonchini ko'tarsin o'zidagi. Bizda har joyda ona muhim, ayol muhim emas. Shu joyda ota. Shunda mas'uliyatimiz uyg'onadi. Mas'uliyatli erkaklar safi oshadi, ortadi. Mas'uliyatli oilada mas'uliyatli ota bo'lsa, mas'uliyatli farzand bo'ladi. Nima uchun? Chunki mas'uliyatli ota ayoliga pul bersa yoki bozorlik qilib kelsa, uni mas'uliyat bilan ishlatadi. Uni barakasi ham boshqa bo'ladi. Uni yoqimli jarayoni ham boshqa bo'ladi. Hozir dadangni puliga kelgan oziq-ovqatlarni yeymiz desangiz, appetiti ham boshqa bo'ladi. Voy, mana dadang pul berdi bizga, seni yaxshi ustozlarga olib boraman hozir, zo'r bilimlarni olasan desangiz, uni ishonavering. Uni gashti ham boshqa, uni natijasi ham boshqa. Va mana hozirgi kunda 3-farzandim bor. Oxirgi haftasigacha ham 41 haftayu 5 kunigacha ham konsultatsiyalar, darslar o'tganman-da. Va bu narsa dam olmasdan ishlashim evaziga men ratsionim ham zo'r bo'lgan. Meni sayr qilishim, bu havo, kislorodim ham yaxshi bo'lgan. Menda homiladorlik paytida juda ham ko'p darslar o'tish oqibatida periutomleniya bo'lgan. Mana shu periutomleniya evaziga bolamda yoshiga nisbatan o'tirishi, emaklashi kechikdi. Уже bolam 9 oy o'tirmayapti.
Men mutaxassislarga murojaat qildim. Mutaxassislar haqiqatan ham birinchi medikamentozni, ya'ni dori bilan maslahat berishadi sizga. Men farzandimni oldim, Vyetnamga ketdim. Men farzandimni oldim, Dubayga ketdim. Men farzandimni olaman, yaqinda Rossiyaga ketaman. Men ob-havoni, yashash tarzimni, atmosferani, aurani o'zgartirishdan boshladim. Mana shu o'zgartirish oqibatida men bolam bilan birlashishni, bolamni ruhiy holati, uni qaysi paytda aktiv, qaysi paytda u nimjonroqligini o'rganishni boshladim. Men farzandim bilan uni hamma taraflama o'rganishni yo'lga qo'ydim. Uni ishtahasi ochilishi uchun ozgina oziq ovqat berish vaqtini kechiktirdim. Qorni ochsin. Da. Endi qarang, men tabiiy yo'l bilan uni bu holatdan chiqarishga boshladim. Va Vyetnamda bitta holat bo'ldi, shunaqa bir o'tin ko'rdim. O'tlar o'sib chiqyapti, yam-yashil. Unda ushlasangiz tikani bor. Men farzandimni o'sha yerga yotqizdim. Gostinitsada yoki uyda yumshoq o'rindiqda, komfort zonada farzandimiz harakat qilmasligini tushundim. Va uni shu o'tkir o'tli joyga yotqizdim. O'zi bolamni mushaklari ishlarmikan? O'zi bolamni hujayralari tirikmikan? Balki menga mutaxassislar gapirmayotgandir, haqiqatni degan bir ikkilanish bo'ldi-da. Meni bolam o'sha yerda qimirla boshladi. Oyoqlari qimirla boshladi. Shu o'tindan, shu unga komfort bo'lgan joydan mana bunday qilishni boshladi. Men faqat tomosha qildim. Men unga yordam bermadim. Meni bolam, meni ko'zim ochiqligida, tirikligimda, kuchli ona pozitsiyasi bo'lganimda, zaif, kuchsiz bo'lganimda emas yoki yo'qligimda emas, men bolamni oyoqqa turg'izish uchun jarayonlarda ichimda qanaqa emotsiya bo'lishini men o'zim bilaman. Lekin sen turasan degan ishonch birinchi o'rinda turgan. Bolamga bo'lgan rahm emas, bolamga bo'lgan ishonch. Va bolam o'sha yerda qimirlashni boshlagandan keyin men aytdim, bu bola yuradi dedim. Bugungi kunda bolam o'tiradi, emaklashni boshladi. Birinchi qorinda emakladi. Mana kechagina u уже mandaqa holatdan mandaqa qilib tizzasiga tayanib, tizzasida уже harakat qilyapti. Men har bir onaga va mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali, podkastimiz orqali bitta narsaga yuzlanmoqchiman. Bizdagi ishonch bolaga bizni atmosferamiz, auramiz, energiyamiz orqali o'tadi. Uni holatiga ishonchsiz pozitsiyasi bilan qarasangiz, u hech qachon kuch olmaydi, motivatsiya olmaydi. Farzandingizni har qanday holatiga autizm, ZPR, ZRR, duduqlanish, sindrom Down bo'lsa ham, unga ishonch pozitsiyasi bilan qarang. Uni bu jamiyatda, bu dunyoda o'rni borligini ko'rsating. U bu holati bilan boshqalarga misol bo'la olishini, u bu holati bilan boshqa ota-onalarga shukr hissini oshirishi uchun ham kerakli ekanligini avvalambor ota-ona o'zi his qilish kerak. Va albatta biz qayerda bo'shliq qoldirdik? Biz qayerda farzandlarimizga e'tibor, mehr, muhabbat bera olmadik? 15 kunlik chaqaloq farzandimni qoldirib ishga chiqqanligim evaziga unga shu etapda hech bo'lmaganda 40 kunlik chaqaloqqa bera olmagan vaqtim uchun men badalini to'ladim. Va badalini to'lashga tayyor ekanligimni men yig'lab emas yoki bir g'azab, nafrat bilan noshukur nimaga menda deb emas. Bu menda, men buni sababini bilaman deb qaradim. Perinatal davrda ko'p yig'ladingizmi, siqildingizmi, kelishmovchiliklar va stress holatida yashadingizmi? Sizda shunaqa farzand tug'ilishiga tayyor turing. Homiladorlik paytida sizni qo'llab-quvvatlashgan bo'lsa, homiladorlik paytida siz tinglagan ona bo'lgan bo'lsangiz, ishonavering, sizni farzandingizni dunyo eshitadi. Hurmatli ota-onalar, buvijonlar, bobojonlar, sizdan keyin kim qoladi?
qaysi nasl, qaysi zurriyot qoladi. Agar sizdan keyin siz kuchli, o'ziga ishongan va A nuqtadan B, C, D nuqtalarga o'tib ketgan va bu jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'lgan insondan kuchli, bilimli, kerakli insonlar qolishini istasangiz, avvalambor keliningizga, ayolingizga, onangizga, hamma shu sizni e'tiboringizga, qo'llab-quvvatlashingizga muhtoj bo'lgan onalarni podдержка qiling. 9 oygina chidab bering, sabr qiling, tushunishga harakat qiling. Shundagina farzandlaringizni dori-darmonga, massaj, tok, ukollarga, uyqusiz kechalarga emas, uni mustaqil, sog'lom rivojini tomosha qilib, topgan pulingizni barakali yo'nalishga, ya'ni uni to'g'ri ovqatlanib, shu topgan pulingiz unga singishini ko'rib, faqatgina rohatlanasiz. Hozir suhbatimiz davomida samotsenka, bolani samotsenkasi haqida ko'p gapirdingiz. Shuni ota-onalar qanaqa tushirib qo'yadi? Qaysi vaziyatlarda biz bolani samotsenkasini tushirib qo'yamiz? Samotsenka o'g'il bolalarda va qiz bolalarda har xil tushadi. O'g'il bolalarda ayol sifatidan zarba yesa, jazolansa, kamsitilsa, ona sifatida olingan zarba bolani butun umr birinchi o'rinda ayollarga bo'lgan nafratni uyg'otadi, ikkinchi o'rinda ular ayollar yonida gapira olmaslikka olib keladi. Va uchinchisi, u har doim o'zini samotsenkasini oshirish maqsadida abyuzerga xos holatlar bilan o'zini namoyon qiladi. Shuning uchun u singlisini urib boshlaydi birinchi. Singlisi bilan til topishmaslikni boshlaydi. Ya'ni men zo'rman, men kuchliman deydida, singlisiga qo'l ko'tarishni, u bilan murosa qilmaslikni boshlaydi. Ikkinchisi, maktabda, bog'chada o'zidan slabый, zaifroq bo'lgan bolalar bilan mushtlashadi. Unga ozor berishni boshlaydi. Bora-bora esa u o'z ayoliga zulm qiladi. O'z ayoliga cheklovlar qo'yadi, qo'l ko'taradi, uni kamsitadi, xo'rlaydi. Semizsan dedi. Kecha qabulimga keldi. Farzandi duduq. Nimaga sen duduqlanyapsan desam, oyim bilan dadam urush janjal qiladi, ko'p qiladi. Dadang oyingni urganmi? Ha, uradi, har kun uradi dedi. Nima deb baqiradi? Sen semizsan dedi. Qarang, 7 yoshli bola biladi. Ertaga bu gapni u boshqa qizga aytmaydimi? To'lachadan kelgan qizga. U ayta oladi. Nimaga? Katta ruxsat berdi-ku o'ziga. Ota o'ziga ruxsat berdi-ku. Uni dunyoga, farzandini dunyoga keltirgan onasiga shu gaplarni gapirishga ruxsat berdimi? Begona qizga gapirishga ruxsat ola olmaydimi? Albatta oladi. O'g'il bolalarni samotsenkasini tushiradigan yagona inson bu ona. O'g'il bolani yagona samotsenkasini tushiradigan ayol ham bu ona. Kuchli sportsmenlarni, kuchli zo'r natijaga erishgan, hattoki mana qaysidir maskanni, zo'r bog'chani, zo'r bir institutni rektor, direktorlardan bir suhbat olingda. Ularni ishonchga va bu yo'lda qo'llab-quvvatlagan va bu yo'lda unga katta duh bergan odam ona bo'ladi. Qizlardachi? Qizlarda ota uni nozik ekanligini, u prinsessa ekanligini, unga hamma muloyim, munosib harakat qilishi, shu standart, shu oddiy hol ekanligini ota orqali tushuntirish kerak. Ota qiziga siz deb murojaat qilsa, ota rafiqasi bilan qizini oldida uni kamsitmasa, haqoratlamasa, ota qizini rag'batlantirsa, qaysidir vaqtgacha quchoqlasa, keyin esa quchoqlashish jarayonini nutqiy quchoqlashishga, keyingi etap esa uni qo'llab-quvvatlash oqibatida quchoqlashga yetib kelsa, mana shu qizda samotsenkani rivojlanishiga va uni qaddi-qomati tik turishiga, gimnastika, suzish, u tanani tetiklashtirsa, ruhiyatni tetiklashtiruvchi qiz bolani ruhiyatiga uyg'onish berish bu otani vazifasiga kiradi. Meni dadam
17 yoshimgacha qanday tarbiyalagan? Dilorom cho'kib ketsa suzib chiqadi, ko'milsa o'sib chiqadi derdi. Opamni oyog'ini o'pardi dadam. Menga bu munosabat bo'lmasdi. Men judayam qattiq qo'llik bilan tarbiyalanganman va kelajakda men tergovchi bo'laman, militsiya bo'laman deb kasb tayyorlanganman. Bugungi kunda hamma natijalarimni, muvaffaqiyatlarimni ko'rib dadam 1000 ta o'g'il bolaga qizimni almashmayman deb aytadi. Mana shu gapni o'zi menga g'urur, or-nomus, o'zimdagi ishonch nuqtasini rivojlantiraveradi. Otalar qizlariga judayam katta ishonch beradi. Ota bitta ko'zi bilan yoki bitta jesti bilan qiziga davay gazini bos deganni beradi. Lekin otalar onasini kamsitsa, qo'l ko'tarsa, bemalol nomunosib tarzda oiladagi muhitni buzsa, xiyonat, be'tiborlik, yo'qchilik, qizini biror bir to'garakka borsa, ota поддержка qilib qo'llab-quvvatlamasa, baribir erga tegasan deb unga yo'q desa, uni orzulari, umidlari hammasi sinadi. Shuning uchun agar o'g'il farzandingiz bo'lsa, ona, qiz farzandingiz bo'lsa, ota uni ishonchiga hissa qo'shadi. To'g'ri. Thompsonland bog'chasining Uchtepa va Beltepa filiallarida Dilorom 13 promokodi bilan individual chegirma olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'p, Dilorom opa, keling. Hozir siz bilan obunachilarimizdan kelgan savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, assalomu alaykum Dilorom opa, o'g'lim 6 yosh, o'g'limni o'zimni aybim bilan qo'rqoq qilib qo'yganman degan ekanlar. Nima maslahat bera olasiz ularga? O'g'il bola 6 yosh. Albatta, basseyn, futbol, ot sporti, pochemuchkalarga berish kerak. Imkon qadar sport muassasalariga kirgizish kerak. O'g'il bolani o'sha qo'rquv, hayajon, umuman chiqish holatida sportni o'rni juda ham katta. U yerda u o'zini tengqurlarini, kuchini, jur'atini, harakatini ko'rib ham intiladi. Atrofida qanchalik kuchli, mustaqil, erkin bolalar ko'p bo'lsa, bola shu taraflama darajasi, holati o'zgarib boraveradi. Farzandingizni qo'rqoq, hayajon, o'zini jur'ati yo'q, ishonchsizi yo'q bolalar orasiga joylasangiz, farzandingiz keyingi o'rinda turadi. Shu bois albatta sportga va dadil, harakati kuchli, impulsi yuqori bo'lgan bolalar orasiga qo'shish kerak. Tushunarli, rahmat. Ikkinchi savolimiz. Men 26 yoshdaman, 3 yoshli qizim bor. Injiqlik qilgan paytda jahlimni ushlab turishim qiyin bo'lyapti. Bir xilda urib qo'yaman, keyin o'ylanib yuraman. Nimadan boshlasam bo'ladi? Bunday muhit qilishni xohlamayman dedilar. Juda ham oson buni yechimi. Avvalambor farzandlari sog'lom, DTP, autizm yoki biror bir ZPR, ZRR holatlari yo'q. Sog'lom bolaning o'jarlik, qaysarlik muddati aniq. 5, 6, 7 yosh. Bo'ldi, 7 yoshdan keyin qaysarlik, o'jarlik bu narsalar yo'qoladi. Lekin nosog'lom bolada va diagnozi bor bolalarda bu jarayonni va bu muddatni qachon tugashi, qachon to'xtashi noaniq. Korreksiya ishlari qilinadi, boshqa bir reabilitatsion mashqlar bo'ladi va bilmaysiz qachon buni injiqligi holati to'xtaydi. Shu bois uyida diagnozi yo'q, mutlaqo sog'lom farzandingiz bormi? O'jarlik, qaysarliklari, injiqliklarida o'zingiz ham yashab bering. O'zingiz ham shu holat bilan ona ekanligingizni ko'rsatib bering. Injiqlanyaptimi? Demak unga e'tibor kerak. Qaysarlik, o'jarlik qilyaptimi? Demak siz unga ko'proq mehr, e'tibor
qaratishingiz kerak. Va unutmang, 5, 6, 7 yoshda farzandingiz mutlaqo bu jarayondan to'xtaydi. Lekin siz uni muntazam ravishda urib borsangiz, jahl ustida uni qamab jazolasangiz, uni qo'rqituv evaziga babayka kelyapti, ajina kelyapti, tez uxla desangiz, farzandingizda lagonevrozni kelib chiqishiga sababchi bo'lasiz va bu holat 30 yosh, hattoki 60 yoshgacha ham davom etadi. Endi tanlang, sizga 7 yil farzandingizni bolaligida o'zingiz ham bolacha bo'lib yashab berganingiz yaxshimi yoki 30, 40, 50, 70 yoshli farzandingizni xotirasida menga zulm ko'rsatgan, meni duduq bo'lishimga sababchi bo'lgan insonni aniq bilaman degan tushunchasi muhimmi? Uchinchi savolimiz, yaqinda oila quraman, ona bo'laman kelajakda. Shu ona bo'lishga tayyorgarlik ko'rmoqchiman. Fizik va ruhan sog'lom bola yetishtirish niyatim bor. Nimalardan boshlasam bo'ladi tayyorgarlikni debdilar. Albatta, hozirgi kunda juda ham ko'p kitoblar mavjud. Ayollarni oilaga, erkaklarni oilaga tarbiyalash, tayyorlash. Bizni qizlarimiz mana shu joyda juda ham ko'p qo'shimcha qilmoqchiman. Ko'p ayollar, ko'p ota-onalar qizlarini uy yumushlarida ro'zg'orga tayyorlashadi. Va bu ularning katta plyusi ekanligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Men qo'shilmayman bu gaplarga. Qayerda aytadiki, farzandlarimizni, qizlarimizni faqatgina ro'zg'orga, uy yumushlariga, taom pishirishga emas, ularga bilan munosabatni ham o'rgatishimiz kerak degan narsaga sal men qo'shilmayman. Chetdaman. Nimaga? Agar qizingiz kelajakdagi oilasida kelin vazifasini bajara olmasa, u xotin vazifasini ham bajara olmaydi. Bu muhim narsa ekanligini men jonli tarzda tushunganman. Nonushta tayyorlash, tushlik tayyorlash, ujin tayyorlash, chiroyli qaynotaga muloqot, muomala qila olmagan qiz u oilada o'rni bo'lmaydi. Uzog'i 2 oydan keyin u tepiladi. Baribir ketadi u qiz. Lekin chiroyli nonushta tayyorla olgan, tushlik, ujin va chiroyli muloqot qilib, qaynotasini va oila a'zolarini hurmat qila olgan kelinga ayollik munosabatlarini eri keraglicha o'rgatib qo'yadi. Lekin erkak idish-tovoq, ro'zg'orni, ovqatni o'rgatib bera olmaydi. U masalani erga qo'yib qo'ying. Er o'zi tushuntiradi. Er o'zi kelishib oladi. Xotin o'zi u yerdagi parda ortidagi narsalarni o'zlari kelishib oladi. Lekin kitoblar, ota-ona hamisha qiz farzandga albatta chiroyli taomlarni qilish, pazanda bo'lish, muomalada bo'lish, tarbiyali bo'lishni o'rgatishi shart va zarur. 24 yosh, 19, 25 yoshli qizlarni ishga olamanda, hattoki kasha qilishni, bo'tqa qilishni bilishmaydi. Ishoning, men shunaqalar bilan yuzlandim. 2-3 kun birinchi o'rgataman, keyin o'sha charchayman o'rgatishdan. Keyin xayrlashaman ular bilan. Endi hurmatli qaynonalarga yuzlanmoqchiman. Har bir keliningizga o'rgatgan taomingiz uchun, uy yumushlarini o'rgatganingiz uchun sizlarga cheksiz polgacha ta'zimdaman. Boshim egilguncha ta'zimdaman. Siz 20 yil ona tarafdan to'ldira olmagan, bo'shliqni tarbiyasini uddalay olmagan bir qizga onalik ham qilyapsiz, qaynonalik ham qilyapsiz. Bugun siz kelin bo'lib turib, qaynonangiz tomonidan bunday emas, bunday, unday emas, mana bunday degan narsalarni eshityapsizmi? Demak, siz 19 yil, 23 yil bu narsalarni o'zingizni shakllantira olmadingiz. Va siz faqatgina rahmatlar aytishingiz kerak bu insonga. Minnatdor bo'lishingiz kerak. U sizga bu oilada yo'qolishingiz uchun yoki sizni kesib tashlash uchun emas, bu oilada ko'karishingiz uchun harakat qilyapti. Bu oilani muhitiga sizni shakllantiryapti, o'rgatyapti, tarbiyalayapti. Shu bois bu qizimizni savoliga agar siz ruhan, fizik, sog'lom kelin va sog'lom farzandlarni dunyoga keltirishni istasangiz, albatta qaynona va qaynotani roziligi evaziga ularni
xotirjam va tinch holati evaziga, fundament evaziga boshqa etaplarga o'ta olasiz. Sog'lom ona bo'lishingiz uchun va kelajakda sog'lom farzandlaringiz bo'lishi uchun kelishuv asosida ular bilan kommunikatsiya qilib, ularni tilini, ularni holatini tushunishini o'rganishingiz kerak. U uchun esa siz albatta bilsangiz ham qaynonangiz sizga o'rgatyaptimi, demak u shunaqa xohlayapti. Ertaga siz qaynonangizni shunaqasini tushundingizmi, siz farzandingizni shunaqasini tushuna olasiz. Qaynonangiz sizga farzandingizni tilini tushunishingiz uchun ustozlik qilyapti. Agar farzandingizni barkamolligini, farzandingiz shu oilada tinch, eshitilgan, kerakli bo'lishini istasangiz, avvalambor o'zingizni mana shu qaynona, qaynota va turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lgan munosabatlaringizni yo'lga qo'yishga harakat qiling. Rahmat, juda ham foydali maslahatlaringiz uchun va mazmunli suhbat uchun. Hammamiz menimcha o'zimizga kerakli narsani oldik. Suhbatimiz oxirida ota-onalarga nima maslahat bera olasiz? Shu bolasi yaxshi rivojlanishi uchun. Bizni nafaqat to'liq oilalar, balkim yolg'iz onalar ham, balkim yolg'iz otalar ham kuzatadi. Men yolg'iz otalar turini ham bilaman. 3 ta farzandi bilan uylanmasdan, oila qurmasdan 3 ta farzandini sportsmen qilgan ota-onalarni va erkaklarni taniyman shaxsan. Ularga tilaklarim judayam cheksiz. Avvalambor bu farzandlar sizni qanotingiz. Ular uchish arafasida. Biri oqsashi mumkin, biri dangasalik qilishi mumkin, biri esa juda faol va aktiv bo'lishi mumkin. Hurmatli ota-onalar, iltimos sizlardan eng faol farzandingizga, sen eng iqtidorlisan, sen hamma ishni bittada uddalayapsan, sen mana bu farzandlarga mas'ulsan, sen bularga yordam berishing kerak, bularni ham mas'uliyatini bu farzandingizga yuklab qo'ymang. Bu boshqa farzandlaringiz yanada dangasali, yanada jamiyatda, dunyoda o'zini o'rniga ega bo'lmagan va hamma muammolarini bitta mana shu bolani yelkasiga og'daradigan bir inson bo'ladi. Va bora-bora bu inson bo'ldi. Sizlar 20 yoshsizlar, sizlar 30 yoshsizlar, sizlar endi hayotinglarni o'zinglar quringlar deganinglarda bular qulaydi. Yoki bu mas'uliyatini ayollariga beradi. Yoki o'zidan-da kuchliroq odamni yelkasiga, etagiga o'zini berib qo'yadi. Shu bois har bir qanotingizni mukammal, erkin, mustaqil rivojiga hissa qo'shib bering. Hech qachon bitta farzandingizni darajasini yuqori olib qolgan farzandlaringizga nomunosib munosabatda bo'lmang. Va eng asosiysi, 3 ta farzandni dunyoga keltirish duxini oldingizmi? Duxini oling ularni eshita olishga. Dux oling o'zingizda ularni qo'llab-quvvatlashga. Dux oling shu kuni ertalab kechagi kunni unutib, yana yangi tabassum bilan, yangi energiya bilan, yangi ishonch va jur'at bilan kelajak sari harakat qilishingizga va ishonavering, mana shu tizim, mana shu jarayon, mana shu strategiya, mana shu 3 ta qanotingizni sizga o'xshashga harakat qiladi. Siz unga misol bo'la olasiz. Buni teskarisini qilsangiz ham shuni misolini o'zingizda va ularning hayotida shakllantirasiz. Rahmat kattakon Dilorom opa. Salomat bo'ling.